Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Kundalik.com'da егер o'quvchilaringizning vaqti bitgan bo'lsa, to'lovni ko'rsatishga harakat etaman. Оның үшін o'zingizning telefondan bo'lsin, kompyuteringizdan bo'lsin, o'quvchilaringizning parollogingizni kirgandan keyin pul to'silsa, shunday holatda turadi. Оны төлеу үшін Shep Capital'dagi abuna bo'lishni bosmaysiz, u 30 ming so'm жылына. Мына оң tarafdagi abuna bo'lishni tanlaymiz. Оң tarafdagi төмендегі. Ол 5 ming so'm жылға. Abuna bo'lishni bosamiz. O'zingiz qalagan programma orqali to'lasangiz bo'ladi. Klik orqali ya bo'lmasa Payme. Klik tanlaymiz. To'lashni bosasiz. Davom etish. To'langan bo'lsa shunday ko'rinishga keladi. Endi baholari, расписаниесі ko'rinu uchun shaxlatib, Shep Capital'dagi maktab deganning logotipini bossak bo'ldi. Yuqorida Shep Capital'dagi meshitdagi maktabning logotipini bossak baholari hamda расписаниелер ko'rinadi. Mustaqillikda barlig'i boyag'i o'z holiga keladi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.